16 aprel 26 yil. Bugun endi sizlarga samarodinani ko'rsatmoqchiman. Samarodinani hosil ushlashini ko'ringlar. Ozgina o'zimiz uchun yegulik deb ekib qo'ygandik. Bularni o'zimizning местный samarodinalardan. O'shaga hosilni qaranglar, shu местныйni. Mana yerda bu yoqda Serechenskiy, mana da qizilidan mana. Mesela uzumda shingildek bo'lib hosil ushlaydi. Bu Krasnaya Rovoda bo'ladi. Mana bular endi bu ham qiz nimadan Serechenskiy 2. Serechenskiy 1 yil burungi ekilgan. Bular endi kechkiroq endi boshlayapti, ham meva yashashdi. O'zimiz местныйlarga nisbatan endi kechkiroq bo'ladi. Bu Serechenskiy 2 degan eng shirin samarodindan mashhur bo'ladi. Biyalarimiz endi mana Lachka sorti. Bu yog'imizda endi mana Enrasadira, italyanskiy sort, Enrasadira sorti. Hosil ushlaganini ko'ringlar. Qanaqa chiroyli holat hosil ushlayapti. Buni yana eslatib aytaman. Malinada gulladimi ushlaydi meva. Mashlar bunchalayapti. To'liq bo'liga gilos, boshqa o'simliklarga o'xshab bo'liga issiq bo'lib ketdi, yomg'ir yog'ib qo'ydi, tashlab yubordi degan gap so'z bo'lmaydi. Buncha ushladimi gullab meva ushlaydi shu. Ana uchun buni mashiq tarafi yaxshi. Issiq urib qo'ydi, boshqa narsa degan gap so'z bo'lmaydi bunda. Aytamanda mana shu bir agaratda aylanib yurganinglarda buni kimga qanaqa bilmayman, lekin men uchun shu aytamanda aylanib bir agaratlarda aylanib qo'yish bu bitta dard. Mana shu bilan inakin charchag'im yoziladi. Men ertamandan kechgacha mana men oldimga ko'pchilik kelyapti, ko'cha so'rab, maslahat so'rab kelishyapti. Kech paytga borganda charchab chidamay qolyapman. Lekin men shunaqa aylanib yurganda shu charchoqlarim yoziladi. Yana ertamanda Xudoga shukr deb yana ishni boshlayapmiz. Mana bu Lachka sorti, mana ko'rsanglar mevasi bu ertakroq. Mana bu o'rtak sort. Mana shundan sizlarga farqini aytayin. O'rtak sort mana endi bunchalab oldi bitta yarimta tugishni boshlayapti. Bu Lachka Polshaning letniy sorti ertagi mana mevalarni ko'ringlar mana. Mevasi o'zi ko'rinib qolgan, oldi no'xatdan kattaroq, shunaqa no'xatdan kattaroq bo'lib qoldi hozir. Bu ertak sort. Bu yaxshi tarafi shuki, bu sortni shu 1,5 oy hosil beradi, 15-maydan iyun oxiriga to'g'ri. Shuning ichida mana bu remontaj sortlar kuzga davr beradigan hosilni shu 1,5 oy ichida berib bo'ladi. Shunaqa bir hosildor, bir ajoyib sort bu. Ancha savollar bo'lsa bilgancha javob beraman, Xudo xolasa.
imkon darajada vaqt ajratib, vaqtida javob qilolmay qolyapman ko'pchilik telefoniga ham, telegramdagi savollariga ham vaqt ajratib javob qilaman, xudo xolasa. Kimlardir telefon qilib olmayapsiz deyapti, shunga imkon bo'lmayapti. Telefon qilganlarga vaqt ajratib keyin qaytaryapman, xudoga shukr. Shuning uchun mendan xafa bo'lmay turasizlar. Vaqt ichida qo'l qisib telefonlariga vaqtida javob qila olmaydigan bo'lsam, savollarga javob bera olmagan bo'lsam, shunaqa gaplar aytamanda. Salomat bo'linglar, yaxshi gaplashaylik hammanglar bilan. Ishinglarga rivoj barchanglarda.